Samarqandga sizlar taksi chaqirmadinglar? Ha, shunday. Kim ketadi? Akam bilan Kenayin. Kenayin? Qani? Akamni yaqini yaxshi ko'rgan qizlar tashab ketuvdi. O'shandan beri ko'z oldlarida ketmayapti o'sha qiz. Shunga nima desalar xo'p deb ishonib turing, maylimi? Bo'ldi, his qilamiz. Qolgandan keyin 2 kishini pul beradi. Bo'ldi. Keling, akajon. Kenayin o'tiradilar? Ha, birinchi kelinayam o'tirsin. Marhamat. O'tir Nargiza. Sumkangni ber, bagajga qo'yaman. Bo'l. Bagajga qo'ying, sumkani qo'y. Og'ir emas. Yo'q, nima. Kel jonim, oyog'imga boshingni qo'y, mazza qilib ketasan jonim. Ke. Nima qarayapsiz meni qizimga, aka? Yo, oldingizga qarang. Men rashqim yomon. Ya mana yog'imni qashi. Ha? Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Kelingizni ko'yni aynayapti-da, to'xtatib yuboring. Asta, kuchanma. O'zi bu uzoq yo'lga bo'lmaydi-da, qusgisi keladi. Bo'ladi. Ketdik aka. Mana. Tur. Qani? Mana kelyapti. Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Nimaga? Kelingiz tualetga kirib chiqsin. Kenayin qachon keladi, aka? Men bilmayman, ichib o'tayotganimda. Aka, bu qanaqa taksi? Bilmaysizmi? Rozogo taksi-ku. Nima ishlar orqaga 2 kishi olasizlar? Hamma taksi 3 kishi oladi-ku. Biz shu klientlarni o'ylagan holda orqaga 2 kishi, oldiga 1 kishi olamiz. Mazza qilib ketish kerak-ku. Sizlar uyda olib ketasizlarmi? Aka, biz xohlagan joyingizdan olib, xohlagan joyga tashab qo'yamiz. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga ham olib qo'yaveramiz. Sharoit qilib qo'yganmiz. Faqat ketish kerak. Yana keldi Nargiza, keldi. Ha, keldi. Qo'lingni yuvdingmi jonim? Yaxshi. Bo'ldi, o'tirdi, hayda. Haydaymi? Eshikni ochmasdan kirdimi? Sen o'zi. Shunday qiladi, ha. Hozir. Polvon aka? Ha. Shunday kelingiz bilan joyingizni almashtirib oling. Nimaga? Shu oldinda o'tirib ketsan, Instagramga story olmoqchi-da. Mayli. Ana aka manzilga keldik. Qalay mazah keldinglarmi? Gap yo'q, Rizoga zo'r ekan lekin. Zo'rda, endi pulni to'laysizlarmi bering. Pulni Nargiza to'laydi. Qanaqa? Nima to'lamaysan? To'laysan, oldinda o'tirgan to'laydi deganmidik? Davay to'la. Ya, aka, prikol qiling, kim to'laydi pulini? Bizda shunaqa odat bor. Kim oldinda o'tirgan bo'lsa, o'sha to'laydi. To'la, muje, gapingni tur endi, davay. Yo, Nargiza qanaqa qilib to'laydi hozir menga, aka? Qanday to'laysan? Ha, kartangizga tashlar ekan. Karta nomeringizni aytsangiz tashlab yuboradi. Ya bu aldamaydi bu, mujik bu. 8600 yozing.